28-sentyabr 1-oktyabrga ob-havo prognozi. Qoraqalpog'iston Respublikasi havo biroz bulutli bo'ladi. 28-29 sentyabrlarda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 30-sentyabrda kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. 1-oktyabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishi o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 29-sentyabr 1-oktyabrda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat 28-sentyabr kechasi 15-10 gradus, kunduzi 20-25 bo'ladi. 29-sentyabr 1-oktyabrda kechasi 6-11 gradusgacha, kunduzi 15-20 gradusgacha pasayadi. Xorazm viloyati havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 29-sentyabr 1-oktyabrda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat 28-sentyabrda kechasi 10-15 gradus, kunduzi 23-28 gradus bo'ladi. 29-sentyabr 1-oktyabrda kechasi 6-11 gradusgacha, kunduzi 15-20 gradusgacha pasayadi. Buxoro va Navoiy viloyatlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekundlikda esadi. 29-sentyabr 1-oktyabrda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 28-30 sentyabrda 12-17, 1-oktyabrda 8-13, kunduzi 28-29 sentyabrlarda 27-32 bo'ladi. 30-sentyabr 1-oktyabrda 20-25 gradusgacha pasayadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 1-oktyabrda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 28-29 sentyabrda 26-31 bo'ladi. 30-sentyabr 1-oktyabrda 20-25 gradusgacha pasayadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 28-30 sentyabrda 28-33 gradus, 1-oktyabrda 26-31 gradus bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 28-30 sentyabrda 25-30 gradus, 1-oktyabrda 23-28 gradus bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 28-29 sentyabrda 20-25 gradus, 30 sentyabr 1-oktyabrda 18-23 gradus bo'ladi.